Hop, assalomu alaykum qadrli Uchqur Moto YouTube kanali obunachilar, yaxshisizlar? Bugun sizlarga skuterlarni, murabbiylarni narxi bilan tanishtirib o'taman. Qani kelamiz. Videomiz salgina uzunroq bo'ladi. YouTube'da bo'layotganligi munosabati bilan bugun sizlarga narxlar bilan tushuntirib o'taman. Hop, 1.2 tritsiklimiz 6-7 bo'ladi. Buni qolgan joylarda adashmasam, Navoiy taraflarda 9,5 million so'm sotyapti ekan, bizda 9 million so'm. Yana o'tib beradigan joyi bor, xudo xolasa. Bizda tritsikl invalidlarga, xudo xolasa, bu yerda ikkita tormoz, qo'l tormozi bo'ladi, oyoq tormozi bo'ladi. Xolasa detski, xolasa invalidlar uchun bo'ladi. Orqada 2 kishilik, o'rtada 1 kishilik va detski mana bunaqa o'zini o'tirg'ichlari bilan bo'ladi. Nisbatan zo'r, 5 ta akkumulyatorlik, bitta to'liq zaryad bilan bu adashmasam 50-60 km yuradi. Buni narxini hozirgi kunda 6,5 million so'm deyapmiz. Boshqa joylarda 7 million sotyapti ekan. Yana keladiganlarga tushirib beraveramiz. Manzilimiz Samarqand Narpa. Videoga bittadan like bosishni unutmanglar. Buni kilometri 60-70 km bo'ladi. Bu 32likdan 5 ta qo'yilgan bo'ladi akkumulyatori. Xo'p, keyingi skuterimiz tank 1 versiya bo'ladi. Buni xudo xolasa narxlari va shokolad turibdi, xudo xolasa buni 10,5 million so'm deb turibmiz. Xudo xolasa yana kelishtiradigan joyi bor. Qolgan joydan ko'rib kelgan klientlarimizga qayerdan, viloyat, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar yana o'tib beradigan xizmatlarimiz bor. Dastavka xizmatimiz bor. Keyingisi retro modelimiz bo'ladi. Bu bitta to'liq zaryadda 80 km dan 100 km gacha bemalol masofani bosib o'tadi. 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi, orqa zetkislik vasha sifatli bo'ladi. Abmanka o'zini mana bunaqa bachoklari qo'yilgan bo'ladi. Orqada ham bachogi bor. Sidinkasi bemalol 2 kishini oladi. Splashnoy sidinka bo'ladi. Xullas sifat vasha zo'r bo'ladi, qadrdonlar. Buni ham narxini hozirda 7 million 300 ming so'm deb turibmiz. Viloyatdan ko'rib kelgan klientlarimizga yanada kelishtirib beradigan joyimiz bor, xudo xolasa. Motorlari ham 850 motor bo'ladi, quvvatlari. Bunimiz xudo xolasa bu 2026-yil to'ppi model bo'lib turgan long versiyamiz bo'ladi. Bu 6 ta 20 amperlik bilan jihozlangan. Bu tarafdan keling ko'rsataman. Hop, buni oldi jetkislik bo'ladi, Redline bo'ladi. 2026-yil to'ppi model bo'ladi. Bu 90-90-12 razmerdagi mana bunaqa chiroyli o'zini balonlari bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi jetkislik, bitta to'liq zaryadda bu ham o'sha 60 km dan 100 km gacha bemalol masofani bosib o'tadi. Bu ham shu. Bularni narxini xudo xolasa 5 million 300 ming so'm deyapmiz. Yanada keladigan klientlarimizga o'tib beramiz. Keyingi modelimiz Dimash skuteridan bo'ladi. Bu ham Redline bo'ladi, vasha zo'r. Redline bo'lganda diskasi alohidalik bo'ladi. Unga o'xshab terilgan bo'lmaydi. Buni o'zini mana bunaqa dugalari bo'ladi. Buni sifati vasha zo'r. Bu ham 6-7 bo'ladi. Tezligi 60 bo'ladi. Bu 5 ta 20lik bilan jihozlangan bo'ladi. Sifat vasha zo'r. O'zini mana bunaqa bachoklari bor. Start stopda yonadi. Pult bilan ham yonsa bo'ladi, yoqsak bo'ladi. Buni xudo xolasa sifat zo'r. Buni narxini 5 million 300 ming so'm deyapmiz. Yanada o'tadigan joyi bor. Bunisi ham xuddi shundan bo'ladi. Legendarniy 83 modelimiz bo'ladi. 2026-2025 da oxir polnisi to'ppi model bo'lgan bu. Sifati zo'r. Bu ham o'sha 90-90-12 bilan jihozlangan bo'ladi. Buni 6-7 orqa troslik bo'ladi. 6 ta akkumulyator, 6 ta 20lik bilan jihozlangan bu. Bu ham bitta to'liq zaryadda 60 km dan 100 km gacha bemalol masofani bosib o'tadi. Qolgan joylarda 5,5 million so'm sotyapti ekan. Bizda 5 million so'm deyapmiz. Yana keladigan klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu narxidan ham o'tib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham bor. Videoga bittadan like bosishni unutmanglar. Sifati vasha zo'r bo'lgan skuterlar Uchqur Motoda har doim bo'ladi. Keyingi modelimiz tank modelimiz bo'ladi. Tank modelimiz bu ham 5 ta 20lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, buni ham sifati vasha zo'r bo'ladi. O'zini mana bunaqa faralari, orqada jihozlangan savatchalari, oldida savati, o'zini dugalari va baloni mana bunaqa zo'r yumshoq balonlar qo'yilgan. Buni 6-7 bo'ladi, orqa troslik bo'ladi. Bu bitta to'liq zaryadda bunimiz 50 km dan 70 km gacha bemalol masofani bosib o'tadi. Xullas buni sifati vasha zo'r bo'ladi. Buni narxini qolgan joylarda 5 million 600, 5 million 700 sotyapti ekan. Biza buni narxini 5 million so'm qo'yamiz. Yana keladiganlarga 4 million 800, undan ham o'tib beradigan joyimiz bor. Xullas 2 xil modeli bor. Buni ranglari, assortimenti, rasvetkalari vasha ko'p. Viloyatdan yozadigan klientlarimizga pastga Telegram silka qo'yib qo'yamiz. Telegram botimizga kirasizlar. Telegram botda o'z narxlari bilan hammasini qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa, manzilimiz Samarqand Narpa. Qadrdonlar, bizga like bosishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da arzon narxlarga qo'yib beramiz, O'zbekistonda yo'q narxlarga qo'yib beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz kichkina cho'ntakcha bo'ladi. Bitta to'liq zaryadda bu 35 km gacha yurib beradi. Buni 20lik akkumulyatordan, bu 20lik akkumulyatordan 4 ta bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi, orqa troslik bo'ladi. Sifat vasha zo'r, detski rejimlari bor. Tezligi 22 bo'ladi. Xohlaganlarga 45 qilib beramiz tezligini.
Buni butun O'zbekistonda adashmasam 3,5 million so'm aytayapti ekan. Biz hozir 2 million 900 qo'yapmiz. Yanada keladigan klientlarimizga undan ham o'tib beradigan joyimiz bor. Plus qadrdonlar sifat zo'r bo'ladi. Keyingisi katta cho'ntak bo'ladi. Buni xudo xolasa narxini bu narxidan oldin o'zini tanishtirib o'taman. Bu oldi jetkislik bo'ladi, orqa troslik bo'ladi. Oldini ko'ring, ballonlari katta bo'ladi. 5 ta 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, sifatli Chelvi o'zini zavodskoy akkumulyatoridan foydalanilgan bunda. Bitta to'liq zaryadda 60-70 kilometrga bemalol bosib o'tadi. Xullas, buni ham sifat vashi zo'r bo'ladi. Tablolari ham vashi zo'r. Orqa tarafda ham ko'rsatsangiz, buni miyasi 450 watt bo'ladi. Shunaqa sifat zo'r. Buni ham kaltda yoqiladi. Xohlaganlarga NFC kaltlari ham bor. Sifat vashi zo'r bo'ladi. Zaryadchik, bakoy kaska, bakoy oynalari, hamma narsasi o'zini ichida bo'ladi. Buni narxini qolgan joylarda adashmasam 4 million 600, 4 million 300 ga chiqib beryapti ekan. Biz xudo xolasa undan ancha arzon qilib 4 million so'm qilganmiz. Yanada o'tib beriladigan joylari bor klientlarimizga xudo xolasa. Keyingi modellarimizda hammasi o'shandan, faqat Redline ozroq farqlari bo'ladi. Qadrdonlar katta cho'ntakni qayerda qancha ko'rgan bo'lishinglardan qat'iy nazar bizga kelsanglar 100 ming so'mdan o'tib beramiz. Hammasidan bizadan arzon ko'rgan joylardan 100 ming o'tib beramiz hamma modelimizdan. Xo'p, keyingisi bizada Monster skuter bo'ladi. Buni dastavkachi akalarim biladi, qanaqa legendarniy skuterligini. Apparatda eng injig'i deydi-ku, eng yomoni deydi-ku. Bizada Narpayda bor, xudo xolasa Narpayga kirgizganmiz. Monster skuteri hali ko'pchilik kirgizmadi shekilli. Bizada bor. Sifat vashi zo'r. Bu bitta to'liq zaryadda 100 kilometrgacha bemalol masofani bosib o'tadi. Aynan dastavkachi akalarimiz uchun. Dastavkachi akalarimiz uchun sifati zo'r bo'lgan. Buni xudo xolasa oldi ham, orqa ham troslik bo'ladi, zanjiri bor o'zini. Eng qizig'ini aytaymi, agar bu 100 kilometrdan keyin ham uchib qoladigan bo'lsangiz, bemalol velit qilib haydasangiz bo'ladi. Aylanishlari ham vashi yengil bo'ladi, signallari ham vashi zo'r bo'ladi. Xullas, yo'l bobidan yo'lda haydayman degan akalarimiz uchun vashi dahshat zo'r variant. Buni narxini hozir kunda 4 million 800 ming so'm aytib turibmiz. Yanada qiziqqan akalarimiz bo'lsa, pastda Telegram raqamlarimiz chiqadi yoki o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Zo'r narxlarda qilib beramiz. Xo'p, keyingi skuterimiz veloskuter bo'ladi. Veloskuter 20 lik bo'ladi. Bu o'tgan yili 2025 to'pvoy model bo'lgan. Vashi zo'r, xullas. 4 ta akkumulyator, bitta to'liq zaryadda 35, 40, 50 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Bitta oila, bitta ro'zg'orni bemalol terbatadi. Orqa jetkislik bo'ladi, oldi troslik bo'ladi. Sifat vashi zo'r. Buni hozir kunda 5 tasini YouTube kanalimizdan ko'rib kelgan klientlarimiz uchun 3 million 600 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. 4,5 million so'mdan 4 milliongacha sotilyapti. Agar buni narxiga qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada o'z fikringizni yozib keting. Arzon qo'ydim menimcha deb o'ylayman. 3 million 600 ming so'mga boshqa joylarda yo'q. Keyingi modelimiz mana bunaqa 2025-yil oxiri 2026-yil to'pvoy modelga aylangan 5 talik veloskuterimiz 20 lik bo'ladi. Adashtirmaysizlar, 20 lik, 24 bilan 20 likda adashtirib qo'ymanglar. Buni oldi jetkislik bo'ladi, orqa troslik bo'ladi. 5 ta akkumulyator bilan 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, bitta to'liq zaryadda 60-70 kilometr bemalol bosib o'tadi. O'zi mana bunaqa faralari, tablolari va sifatli o'zining orqadagi bachoklari, oldida savatlari bilan jihozlangan, sifat vashi zo'r bo'ladi. Miyalari ham vashi zo'r, umuman qotmaydi, to'xtab qolmaydi. Xullas, suvga kirsangiz suvdan chiqib ketadigan model bo'ladi. Buni narxini hozir kunda 4 million 500 gacha sotyapti. Xudo xolasa biz undan bir 300-400 ming arzon qilib 4 million 200, 4 million 100 ga qo'yib beramiz. Xudo xolasa yanada qiziqqan akalarimiz bo'lsa, ularga ham o'tib beraveramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz ham bor. Keyingi skuterimiz 2026-yil boshida to'pvoy model bo'lgan, mana bunaqa splashnoy sidinkalik bo'lgan 5 ta akkumulyatorli 20 lik veloskuterimiz bo'ladi. Buni narxini like bosib qo'yinglar, vashi zo'r narxga qo'yib beraman. Qaranglar, oldi jetkislik bo'ladi. Redline diska bilan jihozlangan, diskasi ham sinib ketadigan bo'lmaydi. Xullas, sifati zo'r. Mana bunaqa o'zini 4 talik LED faralar bilan jihozlangan. O'zini orqada o'rtada LED faralar bor. Hozir yoqib ko'rsatishga imkoni yo'q edi, men sizlarga ko'rsatmadim. Keyin safar yoqib ko'rsataman. Buni narxini xudo xolasa 4 million 500 gacha qo'yib beramiz. Undan ham o'tib beradigan joyimiz bor. Bu ham shunaqa. Buni ikki xil rasvetkasi bor. Keyingi modelimiz Vasat Sport brendidan bo'ladi. Buni sifat vashi 5 ta 20 lik akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, oldi, orqa jetkislik bo'lib, eng to'pvoy model. O'zi mana bunaqa LED faralar bilan jihozlangan. Xullas, Damas Cobalt chakilani ham ko'zni oladigan bo'ladi. Sifat vashi zo'r. O'zining orqada mana bunaqa sandiqchalari bor. Splashnoy sidinka 3 kishini bemalol ko'taradi. Yuk ko'tarish vazni ham, sifati ham vashi zo'r bo'ladi. Qadrdonlar, buni narxini 5 million so'm qilib qo'yganmiz. Yana keladiganlarga o'tib beramiz. Bu o'sha splashnoy sidinkani o'sha
5 taligi bo'ladi. 5 talikni, bu ham 5 talik, bu ham 5 talik. Faqat buni splashnoy emas, alohida sidinkalik bo'ladi. O'zining mana bunaqa pachoklari bilan bor. Qadrdonlar, buni ham narxini 4.900.000 qo'yib beramiz. Buni ham narxi xudo xolasa chotki narxda qilib beramiz. Bizlarga ko'rib obuna bo'lib kelgan klientlarimizga skidkalarimiz ham bor. Ekin bonuslik o'zimiz ertaga xudo xolasa mamiga qo'yiladi. Chiroyli podarkalar, xolodilnik, televizor shunaqa podarkalarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab dastaka xizmatimiz bor. Bizning manzilimiz Samarqand, Narpay. Xudo xolasa Mirbozor bozorini bilganlar bo'lsa bittadan like bosinglar. Mirbozor bozori Navoiy stankani to'g'risida bu tomonda Uchqurmoto kelasizlar. Sifat va shizor. Adashtirmanglar qadrdonlar. Navoiy stankani bu tomonida aynan bozor tarafida kelaverasizlar qadrdonlar. Yanada o'tib beramiz, yanada skidka qilamiz. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yanada arzon skuterlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning Instagram kanalimiz bor, pastda chiqadi, Telegram kanalimiz bor, YouTube kanalimiz. Bog'lana olmasanglar, pastga nomer qo'yib qo'yamiz, bog'lanaverasizlar, bizga obuna bo'lib qo'ying.